Xo'p, assalomu alaykum obunachilar, assalomu alaykum bizni kuzatuvchilar. Xudo xolasa mana 1 oylik o'sha bronza 708 indularimiz xudo xolasa tayyor bo'ldi sotuvga. Qiziqqanlar bo'lsa inshaalloh ekranda nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Videoni boshidan bittadan like bosib akalar, izlaganlarga jo'natib, kim qayerdan ko'ryapti yozib ketishingiz esdan chiqmasin. Xudo xolasa hozir to'liq ma'lumotini beraman. Yonboshlab ko'k choyni qo'yib olib ko'raverasizlar akalar. Xo'p, vatandoshlar, xudo xolasa videoni boshladik. Ko'rib turibsizlar, mana xudo xolasa hamma qilinadigan vaksinalar qilingan. 1 oylik o'sha bronza 708 indularimizni tayyorladik. 1 oyga tayyor o'sha sotuvga, xudo xolasa. Manzil yaxshilab eshitasizlar akalar. Andijon viloyati, Qo'rg'ontepa tumani, bu yerimizdagi Telmon deyiladi. Ha, Norvota qishlog'ida. Ya'ni Qo'rg'ontepani bosib turib Norvota desanglar ko'rsatadi. Ekrandagi nomerlarda Telegram raqamlarimiz ham bor. Bemalol Telegramga kirib lokatsiya olsanglar ham bo'ladi. Xo'p akalar, soni qancha deganlarga hozircha cheklanmagan miqdorda deyapti akamiz. Cheklanmagan miqdorda bemalol aloqaga chiqishaveradi. Kimga nechta kerak bo'lsa ham beramiz deb aytib o'tyapti. Keyin ko'p savollar olib qolyapti akalar. Dastavka masalasida. To'g'risi akalar, bu o'zingizlar yaxshi bilasizlar. Hali qopga solib yuklab jo'nataveradigan narsa emas. Shuning uchun kelishilgan holatda iloji boricha kelib o'zingizlar ko'zingizlar bilan olib ketganinglar yaxshi. Masalan, shopirlar ham har xil yaxshi yetkazib beradigani bor. To'g'rimi aka? Borgandan keyin 3 ta so'layib qolsa, kim aybdor? Biz aybdor bo'lib qolamiz. Shuning uchun bemalol kelib o'zingizlar mana shu yerdan sanab chiroyli qilib olib ketganinglar yaxshi. 6 oygacha 20-25 kilo bo'ladi, xudo xolasa. 20-25 kilo bo'ladi o'sha Big 708 dagi indularimiz. Xo'p, narxiga kelsak ekan, nech puldan qilib beramiz narxini aka? Narxini 160 mingdan sotyapmiz. 160 mingdan akalar sotilyapti ekan. Ko'pchilik olib baxyapti ham mana. Xudo xolasa bu birinchi sotishimiz emas. Keyin Qirg'iziston masalasi bo'yicha ham aytib ketay aka. Ko'pchilik menga ham aloqaga chiqdi, aka. Jo'natish iloji bormi deb. Iloji bor ekan, lekin shu ekrandagi nomerlarga telefon qilsanglar tushuntiradi hamma yo'g'ini. Agar kelishib qolsanglar, xudo xolasa olib o'tish iloji bor ekan. Nima deyman endi, xudo xolasa. Aloqaga chiqaverasizlar. Chorvadorlarni parrandachi qiziqqan akalarimizni parrandalariga baraka tilab qolaman. Hozir bu bitta xonadagisi, narada yana bitta xonasi bor. Ko'rib turibsizlar, hammasi bir xil, o'sha 1 oyga to'lgan. Standart. Bunaqa chiroyli katta bo'lyapti. Chiroyli bir xilda katta bo'lyapti ekan. Unaqa hali kelib o'n olaman emas. Hammasi bir-biridan go'zal. Shunaqa gaplar akalar, ekrandagi nomerga aloqaga chiqaverasizlar, bemalol tortinmasdan Telegramda yozasizlar. Mabodo ololmay qolsa zaynat bo'ladi, yaxshi bilasizlar, o'zi insonmiz, har xil holat bo'lib qoladi. Telegramdan shu indu masalasi bo'yicha desanglar javob beradi ekan, aka. Xudo xolasa. Sog' bo'lasizlar, hammaga jo'natish esdan chiqmasin, bittadan like ham esdan chiqmasin akalar. Sizlarga shunaqa chiroyli yangi yillarni chiqarib turamiz. Hammalarga omad, chorvalarga baraka.